qando deb o'ylab qoldinglar aqchon. Nag maqtam. Bir qo'ymichiga 50 ming so'm pulni bir oylik berib turgani 12 oy bo'ldi. Shu pulimni ag'ilmadim. Nima? O'zining pulini elish uchun so'g'salam ko'tarib qolgan ishni ko'mabkanmas? Hayron qolmanglar, mehmonlar, hayron qolmanglar. G'alit ishni yili ko'rsizlar. Shunda hozir qarz pul olganlar nochi va bizga o'xshash ko'ngilchaklik qilib qarz pul berib turganlar po'chib qoldi. Biz so'g'salamni apirib pulni olsamg'o bir kashki. Lekin pulini falanoq beraman degan muqim bir vaqtni qo'ysam mening anqon g'albim. Boshqa yo'q. Mushay sho'g'o deyman. Tova bu qo'ymichiga ajab qiziq bo'ldikina. Bu qo'ymichimiz bir yil ichida 12 kun o'g'itishi bor. Nima deb chaqirsam bular? Menda qarz pul olgandigo meni aka, tag'a, dada, cho'ng dada deb deyotgan. Mendan kichik bo'lgandikan fuqaliday. Davchan! Davchan! Oy Davchan! Kim o? Men, Mahmud akınız. Kim o? Men, Mahmud akınız. Men öyle yok. Ay. Mahmud. Ufka. Sen bittin Ufka. Aka. Yani öykü cevap sizde ha? Bu şuna köçüp yürüp mu senlerden kurtulanmaya bassam? Qanday salomatligingiz yaxshi turganda? Vah, nima degan cho'ng, nima degan azodoy bu ha? Esli ekan bu. 78 kvadratda. Qancha pul qoldingiz? 150 ming yanga. Ma o'g'irni? Nochilik qilib, bunchalar qimmat o'ynavog'ichi, biroz mukolik o'ylab 50 ming pulim men qaytarib berchi. Gapotamsa? Ya. Mush pul o'yning hammini naqd qoldingizmi? Ey! Sen hozirgacha bir yerda pul vermay qashatqanga birini berdik deb olganmisan? Ya, boshqalar pulga olamagan narsani siz qashitib ola olaysiz emasmi? Mening bu uy ko'chganligimni sana kim deb qo'ydi? Davot aka, sizning kayningiz yurdigan odamlar ozmi? Mening shu davlatda aram xudo yashig'il qo'ymaydi ekan-da. Shu pulimni berib atgan bo'lsangiz-g'a, bunchalar ziq gap qiladi ekansan. Menda pul bo'lsa alli burun opirib bermamdim sana. Nimaga oldiraysan? Polo degan nima uchun qara? Raurs dumlab voyg' yetkizib endi ochmasam, olib qoladi. Lag'mannimi pishirib olib, suzib, yana qaytadan sovuq solmasam, mich-mich bo'lib qoladi. Nimaga oldiraysan? Kavabni uchun to'g'rab bo'lib, attas qiyma qilib dumlab 2 soatdan keyin andin o'tkizsam, bu toza ash kavob degan shu raus. Kavob degan bu jab qo'sqim ichib ketdi. Oy, astag'firullah. Mana ichida to'g'ri go'shi, kavob, hamma narsa bor, unutib qolibman. Qani. Kayıpsan-ku? Ya, acımas. Lekin Davut aka, men yaqin yoqqa haqiqatan qiynalib qoldim qarang. Hozir kimning ishi oson desa, aka. Men bu kuniga 2-3 mashina malni Qozog'istonga selyapman. Ya pul, ya uning ustiga mal. Hech nima yo'q. Qara, men bog'ga bir necha cho'ng ishni qilyapman. Agar ash cho'ng ishlar amalga ishib qolgan bo'lsa, u chaqda pul deganni qarab, shalmisan qara. Mana men hujjatni ko'rdingmi? Tomg'illarim bor, mana. Mana guvohchilarim bor. Lekin naqlashimiz men qanday qilmayman deyman. Davut aka, bu pullarni men yomon kechikimiz ishlab bek tasdiq topgandim. Voy, men seni o'g'irlading demadimmi? Ya, demakchimanki, ballar inga taqishib qoldi. Bu pul bo'lgan bo'lsa, bir uy o'choq qilib olgan bo'lsam, to'g'ri. Men o'ylig'ining to'g'ri bo'pti. Qarzimizni ado qilishimiz kerak-da. Cho'ng bolamni endi o'ylay deb tursam, qarzag'ini beribsiz. Meni aka, dada, cho'ng dada deb men ishining bir oyga pulini cho'qib beraman deb yetdingiz. To'g'ri. Men bir oydan keyin bermaydigan. Bir oydan keyin bo'lgandan keyin shu 1 yil 2 yil so'ziladi-da u. Agar bir oyning ichida degan bo'lsam, dal vaqtda olib berdim. Lekin Davut aka, men bu pulni ayolimga demay
sizga berib ekanman da. Mana uka, bu ishing bo'lmabdi. Har qanday ish degani bor-ku, qara, o'lkilar bilan ba maslahat qilamiz emasmi? Bu ishni xotinim bilib qolsin, jumamida. Agar xotinim bilib qolgan bo'lsa, ishni chatqishga qarang. Menga ishingiz og'irsan, menga yordam qiling. Nima qilsa? Bu 50 ming pulning ishi-ku, nima qilsa? Unda qilishning nima hojati deyman? Stat. Unda qilib ketma. Men sen bir amal qilib bersam bo'ldi-ku. Haq uni deydi, bundayda ko'nglingiz yaxshi emas sizniki. Shunda zarur kerak bo'lib qoldi, shundaymi? Agar sen pul shunchalik kerak bo'lib qolgan bo'lsa, qara, sen borgu. Ag'inlaringni qayrab turmamsa? Nima? Mushamalmidi? Xudoda qayrab turmamsa? Men hozir kishilar iliqida aldamchilik qilib, xalqning pulini ilib olib, bermaydigan yuzi qilib saqlab qo'ymchilarni dastidan kishilar bir-biriga yordam qilmaydan bo'lib oldi. Bu yuzi qilib qo'ymchilar-ku. Gaplar. Atla. Vatlavra bo'ldi. Meni og'zimni yog'dim. Davud aka, qarang. Davud aka, unda qilmang, men ishingiz og'irsin, og'indarchilikni bo'lsin, yuzini qiling. Men bir yordam qiling. Nima kerak bo'lsa shuni bir aytib beray. Nima desang shuni qilay. Men bir yordam qiling. Men saqilni so'rab oldingiz keldim. Yo'q, sizni oldingiz o'tiramdim. Davud aka, qarang. Mushin kelgan. Davud aka. Hey! Kaçıp kaldın mı? Ne oldu ya? Biraz yakmamsa, ne buldu? Ha? Pulunu palanı vermem de bir cevap vermeyiz ne? Sen nemiş kılken adam bilemse? Pulumlar ne? Hoş. Sen muş pozisyonun bilen birisini qazal alamsa? To'xta. Men qazag'ini kelmadim. Men qazibaga pulimni qaytarib keldim. Men munosib uch qo'sni. Sen mendan pul olib kelgansan? Bu o'zingning pulisi-mi? Xo'sh. Bilma, o'zingning puli. Lekin sen kimdan olasan? Senda? Sen mendan gelimni siqib, men vaqirab pul olamsan? Apama. Men duguna. Ma gapim bo'ladi. Sana deb qo'yay. Mening qo'limda hozir naqd pul yo'q, sana beramayman. Lekin pul berdigan vaqtni sana deb beray. Rahmat. Shuni bo'lsin bir Davidga. Ammo shuni deb qo'yay. Men nurg'un muhim ishlarni qilayotgan odamman. Shunga menda to'li kelib avar qilaversang bo'lmaydi, anladingmi? Aldim. Shu muqim bir vaqtni devatgan bo'lsa. Men pulingni 99-yili 9-oyning 9-kuni soat 9dan 9 minut o'tganda beraman. Nima? 99-yili? Astagfirullah, Davud aka, vaqtni bak surib o'tdingiz-pa, amal qilib oldirib surib olgan bo'lsangiz, men bak bo'yim bu. Qanday degan gap bu? Har qanday ishni cheki bo'ladi, juma odamni bak qisab ketma. Odamni qarz to'lashga qistig'anlik, bu axloqsizlik bilamsa? Burungi zamonda Seyitmanqi bilan Umar Shonyo G'unchamni shunday qisab o'tgan bilamsa? Shuning uchun biz ularni o'limga mahkum qilgan bilamsa? Bilmayman. Sen Seyitmanqini do'rmoqchiman? Yo'q, demayman, uni do'rayman. Ko'n jamiyatda ukam. O ko'ni jamiyatga tragediya. Hozir bizda qayta ko'rinish qanday bo'ldi? Men sizni qismidim-ku. Bir muncha so'g' salom kelib sizga yilinyaptiman-ku. Bo'lsa pulimni qaytarib bergan bo'lsangiz, hech bo'lmaganda bir vaqtni oldirib surib bergan bo'lsangiz. Bo'ldi, men suramayman. Undaq o'ktamni qilib ketma, uka. Va ishga atrofda chiqay, adash. Quloq bir gap shikka. Undaq ümidsizlandim meni. Mening ochig'im bor. Nima? Ochig'im bor? Qani, bir ko'rib boqay. Obdan. Yaxshi. Endi ko'sib qo'yman mesela. Mush o'yning ichida mushlamsa? Ya, mushaqmayman. Xotin, chaydon necha? Mushaqmayman. Baqara. Seni oldingda bor-ku. Buni qilma. Manda demabsan. To'xta, avarma. Tutamani. Nima deysan? Sen bunaqa qilib meni qo'rqitmay aytamsan? Unda ishni men to'liq qilib, to'liq ko'rgan jimaman deb qo'yay.
Sen? Qanday degan adashmayman. Men bu vaqo a qo'ymichiligi to'liq qo'yilib ketib, oxiri qo'ymichi yo'q odamman. Mani ko'rdingmi, men tatiqni? Ko'rdingmi, ko'rdingmi? Ko'rdim. Mana qarang, otir ishtal. Vatrat ko'tal, yettal tushim yo'q mening. Nima bo'lgan? Nim bo'ladi? Haqqa berib qolgan pulimni olaman deb tayoq yapmishdan olgan. Tasabdi-da. Qo'ymichining pulimni olaman deb basam, da restoranda ziyofat yeb o'tiribdi. Uning oldiga berib, yaxshi gapning hammani qilib bo'ldim. Lekin pisan qilmay ziyofatini yeb, arqini ichib, mashibini o'ynayverdi. Qo'ymichilarning hammasi o'xshash bo'ldi ekanda? Yaxshi gap qilmadi-da. Oxiri men bir qarorga keldim-da. Uning kanadek chaplashdim. Yaxshi qilsiz. Men uning ishga oldida kech kunduz o'tdim. Qanday bo'ldi? Ikki qulqim ushib qoldi. Qishmiti va? Ha? Pulni berdim-a? Pulni berdim-a? Meni bir hafta gaming solab qo'yib, kunimga bir parchadan quruq nonni berdi. Ko'glikni mo ko'rdim. O'lib ketmasam pulimni og'anim degan niyatga keldim-da. Shunday qilish kerak? Ularning uyiga xizmatchilikka kirdim. Kunduzi o uyning eg'irini, ishlarini qildim. Kechisi uning darvozasini baqdim. Bir ish bilan billa. Endi kecha pulni berdim, qanday bo'ldi? Pulni bermadi, pul beradigan vaqtni berdi. Qachon bergan bo'ldi? Ishaki mungiz chiqqanda deydi. Allah sharim. Oxiri chidilib qolmadi-da. Men dedim, "Ey, pulimni beremsen yo'q. Agar bermaydigan bo'lsang, oldingda o'lib olaman" dedim. Toz qo'rqqanda. Qo'rqqanda? O oldimga pichoq bilan dori budlikni tashlab, pichoq bilan o'lgingiz bormi yo dori bilan deydi? Nomusundan qarang. Gap bilaman, o'laymi, o'lmaymi? Ha? O'lmay desam, dori bilan pichoqni oldimga tashlab qo'ydi. O'lay desam, mening ko'zim qanday yumiladi deysan? Ha? Ko'nglingiz buzmang, uka, ko'nglingiz buzmang. Men lomlomni kelsam, siz menda o'ta lomlom kelsiz-da. Lomlom? Unda gap yo'q. Menza ash pispasliga bo'za qildigan odamman. Oxiri ularni yangdim men. Pulni qachon berdim bo'ldi? Qanday bo'ldi? Pulni men o'zim olamidim. Sotdim etmadi. Oxiri qanday bo'ldi? Az qildim. Az qildingizmi? Az qilibsiz-da. Dastlabda nima qilarimni bilolmay tursam, bir og'aylam kelib, "Hey, sen manda qil" deb yo'l ko'rsatganda, berib sotga az qildim. Oxiricha Oxirida sotni chaqirib olib berib, 3 soat paranglashuvdi. Eliqqa chiqib, g'im qilmayli pulni sanidi. Men kimman? Bunda ko'z. Rahmat, uka, rahmat. Voy aka, rahmat. Menga yo'l ko'rsatganligingiz uchun ko'p rahmatchiman. Rahmat. To'g'ri? Qonunga yaxshi qurol bilan o'zining manfaatini qo'llash kerak. Rahmatchiman, rahmat. Ma'qul. Sot ko'rsanglar. Sarang oldimi? Hey! Mahmud! Mahmud